Birinchisida bizga brom deyilyapti. Brom deganda kimyoviy modda holatida yozishimiz uchun uni tagidan ikkitasi, ya'ni molekulyar ko'rinishda yozishimiz kerak. Modda holatida har doim yozing desak, bromimiz ikkitasi bilan yoziladi. Keyingisi vodorod ikkitasi bilan yoziladi. Yodimiz ikkitasi, ya'ni molekulyar ko'rinishda yoziladi bunday moddalarimiz. To'g'rimi? Oxiriga D javobga qaraymiz. Neon. Neon ikkitasi bilan yozilmaydi. Neon moddasi yoz desak ham neonda yozamiz, neon elementini yoz desak ham neonda yozamiz. Demak, bizga kimyoviy modda degandan keyin bizga qaysi javob to'g'ri bo'ladi? Neon to'g'ri bo'ladi. Tushunarlimi? D degan javob. Mana shunday isbotlab berishadi. Chumoli atomi. Atom bilan element tushunchasi bizga nima degan edi? Bir xil tushunchani beradi degan edi. Atom, masalan, chumoli degan atomimiz bormi? Darb sistemada qidirib topa olamizmi? Yo'q. Sut atomi degan, sut degan element topa olamizmi? Yo'q. Silika atomi deyilyapti. Silika degan element topa olamizmi? Ha? Yo'q. Shuning uchun suv molekulasi to'g'ri. Chunki H2 deb yoziladi. Molekula ko'rinishida to'g'ri. Demak, B degan javob bo'ladi. Ikki, mana bunday tarozi ko'rinishi kelyapti. Tarozi. Masalan, bitta tarozimiz bor. Bunday qilib chiqqan, keyin mana ikkinchi tarozimiz bor. Mana bundan 3 mol bor ekan. 3 mol. Yigligimiz mana molar massasini aytyapti, 4 grammga teng deyilyapti. Mana 4. 4lik bu geliga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Masalan, geli desak, 3 mol gelimiz turibdi, 32 deyilyapti. 32 massaga ega bo'lgan elementimiz oltinga o'tib turaylik. Masalan, oltinga o'tib. Shunda 0.5 mol olingan. Endi bizda nimamiz bor? Modda miqdori topish formulasi. Qanday edi Ozodbek? Modda miqdori topish formulasi miqdor topmoqchi bo'lsak, massa taqsim molar massa degan formula. Shundan massani topmoqchi bo'lsak, ya'ni kichkina m ni, to'g'rimi? Ya'ni modda miqdorini molar massaga ko'paytiramiz. Modda miqdorimiz 0.5 ko'paytiraman 6/32. Demak, bu 16 gramm bo'lib qolyapti. Demak, mana bu yerda 16 gramm yuk turibdi. Endi bu chap tomonimizda. O'ng tomonimizda necha gramm yuk turibdi? Uni topib olishimiz kerak. Massa, ya'ni ikkinchi, ya'ni o'ng tomondagi massani topmoqchi bo'lsak, shuni ko'paytiramiz 4 ga. 12 gramm turibdi. Demak, bu tomonimizda 12 gramm ekan. Xo'sh, ana endi muvozanatga keltirishim kerak. Nima qilamiz? Necha gramm yetishmayapti? Mana bu 16 grammga yetishuvchi. Yani 20 gazdan 1 gram yetişmeyapti. 4 gram yetishmayapti. Qanday 1 gram yetishmayapti? 1 gram. 1 gram yetishmayapti. Yo'q, o'sha 4 gram edi. 4 gram yetishmayapti, deymi-da? Demak, mana bu noma'lum gazimiz, yirik gazimizdan endi geli deb nomlab oldim-ku, yirik demadim, geli deb nomlab oldim. Mana shundan necha gram yetishmayapti ekan? 16 ni ayiramiz 12 ni. Demak, 4 gram yetishmayotgan ekan. Ana endi bizga aytilyapti, ikkinchi D javobga qarasak, mol demoqchimiz ustoz. 1 mol yirik gazi qo'shilishi kerak. 4 gram bo'lish uchun deyilyapti. Haqiqatan massani topmoqchi bo'lsak, modda miqdori baland massa ko'paytirgan massa kelib chiqadi. 1 ni ko'paytiraman 4 ga, yana 4 gram chiqadi. Qaysi tomonga? O'ng tomonga. Demak, ikkinchi kolba, ya'ni ikkinchi mana bu birinchi kolba edi. Bu ikkinchi kolba. Bunga 4 gram yetishmayotgan ekan. Mana 1 mol miqdor berilyapti. Shunda qaysi javob bo'lyapti? D degan javob bo'lyapti. 4-chi masala. Quyidagi o'zgaruvchi valentli metallarning birikmalari qatorida qaysi biri valentliklari bir xil deyilyapti. Endi o'zgaruvchan degandan keyin biz bilamiz, o'zgarmasini yozib olganmiz-ku, o'zimiz uchun oson bo'ladi. O'zgarmaslarni tagiga chizib chiqamiz. Qaranglar. Bu yerda kalsiy degan element kelyapti, A degan javobda. 100% chiqarib tashlaymiz. Yo'q, A da oxirida mana. Ana oxiriga qarang, kalsiy turibdi. Kalsiy chiqarib. Bu o'zgarmas. Shunday chiqib ketsin. B javobda alyuminiy turibdi. Shuni chiqarib yuboringlar. Keyin S javobda margansiz o'zgaruvchan, qalay o'zgaruvchan, platina o'zgaruvchan. Hammasini necha valyuta bo'lib kelgan? 4 valyuta. Bir xil bo'lib kelganmi? Bir xil bo'lib ketgan. Endi qaraymiz. D javobda qalay oksida berilyapti? 4 valyuta bo'lib kelyapti. Bu yerda xrom 2 valyuta bo'lib kelyapti, temir 2 valyuta. Lekin bir xil bo'ldimi? Yo'q, bo'lmadi. Demak, qaysi javob bo'lar ekan? S degan javob bo'lar ekan. Kelishdikmi? kelishdik. Endi qaranglar, allotropic shaklda o'zgarishga ega bo'lgan moddalar qatorini aniqlang.
allotrop shakli o'zgarishiga ega bo'lgan moddalar topmoqchi bo'lsak, biz sizga daftaringizga yozib bergan edik. Qaysi elementlarda allotropiya hodisasi kuzatiladi degan. Endi misol uchun sizlarga yodlamagan taqdirlaringizda yana bir joyini aytib o'tib ketaman. Yodlamagan taqdirimizda allotropiya hodisasi 4-chi, 5-chi va 6-chi guruhlarimiz. 4, 5, 6. Asosiy A guruhchada joylashgan elementlarda allotropiya kuzatiladi. Necha ekan javob? 4, 5, 6. Endi qaysi element kirishini yodlashga individual qobiliyati sust bo'lsa, guruhlarga qarab yodlab qolinglar. Ko'z xotirasi bilan. Baribir imtihonda mana davr sistema. Xuddi shu narsa keladi sizlarga. Mana orqasiga xuddi shunday, shu ko'rishda keladi. Endi 4-chi, 5-chi, 6-chi guruhchalarni qaraysizlar. Asosiy A guruhchasiga qaraymiz. Faqatgina bundan mustasno bo'ladi. Mustasno bo'ladi, azotni chiqarib tashlaymiz. Azotda allotropiya hodisa kuzatilmaydi. Bo'ldi, qolganlarda allotropiya hodisa kuzatiladi. Demak, shu javobni belgilab olasizlar. Shundan tanlab olsalaringiz ham bo'ladi. Shunda to'g'ri javob bo'ladi. Masalan, misda allotropiya yo'q, oltin gugurtda bor, kislorodda bor, fosforda bor. Shuning uchun qaysi javob? Javobdan bunga 6. 8% qo'shimcha. Qo'shimcha degan nima deylik? Xalq tilida chiqindi yoki ruschasiga aytganda muzor degan edik, to'g'rimi? Ana shu chiqarib tashlashimiz kerak. Endi 200 grammimiz bu 100% bo'lsa, 8% chiqindi ekan. Necha foiz sotib qoladi? 92% qoladi. Demak, foiz tagida nima tushadi? Foiz tushadi. Mana bu 92% bo'lsa, mana xalqqa beritimiz necha bo'ladi? 184 gram bo'lyapti. Lekin eng qizig'i xalqqa beritda malyar massasi necha bo'ladi? 184. Shunda nima topilyapti? Necha gram metal bor deyapti. Temir maqsadi. Mis temir S2. Malyar massasini ham hisoblasalaring 184 chiqadi. Endi masala sharti 184 ekan. Faqat ikkalasini qo'shib qo'yda javob chiqadi. Aha. 64 ga qo'shaman 56 ni 120 chiqyapti. Qanday? Oxirida belgilab olgansiz-ku. Mana D-ni belgilab ketgansiz. To'g'rimi? Shuning uchun xato ketgan. Xo'sh, endi buni qanday qoidasi bo'yicha ishlashimiz kerak? Qaraymiz. Halqa berib yozaman. Mis, temir, S2. Shu yerda metallarimizga mis ham kiradi, temir ham kiradi. Mis, temir. Endi buni malyar massasi yig'indisi 120. Buni malyar massasi yig'indisi 184. 200 gram. Endi 200 gram tarkibida tog'i oldik. Sof holatda halqa berdik. 184. Bunimiz qancha bo'ladi? Buni men ko'paytirib bunga bo'lsak yana 120 gram bo'lib qolar ekan. Qaysi javob bo'lyapti? Shunda S degan javob bo'lyapti. Xo'sh, endi 320 kelvin berilyapti. To'g'rimi? Gradusga aylantirmoqchi bo'lsam, javob nima ish bajaraman? Kelvinni gradusga aylantirishim kerak. Gradus Celsius topishim kerak. Ya'ni kelvindan ayiraman 273 ni. Bizga berilyapti 320 grad kelvin berilyapti, ayiraman 273 ni. Necha bo'ladi? 47. 47 gradus bo'ldi. Ayrimasa ketganman. Aha. Endi bizga suyuqlanadigan. Mana bu suyuq holatda bo'lar ekan. Suyuq holatda. Endi keyingi temperaturani topamiz. 546 kelvin berilyapti, ayiraman yana 273 ni. Ha? Yana 273 endi nimaga aylandi bu? Gradusga aylanadi. Bunda nima bo'lar ekan? Ana shu 273 gradusda qaynaydi. Bu holatda. Qaynaydi. Endi men eslanglar. Sonlarni o'qib ol, chizib olinglar. Mana bunday 47 ni mana bu yerga qo'yamiz. Mana bu qaynaydigan sharoitda 273 qo'yish kerak. Men birontada ko'rmadim mana shunaqa yozganni. Yo sizda ko'rdimmi? Ha, mana bornimda ko'rganman. Mana yozganman, faqat ayirmaganman. Mana chizib qo'ydim, просто ayirmaganman. Mana uni yozishimiz kerak. Endi qarang, mana 47 gradusda, mana bu gradusda suyuq, ya'ni 47 bilan 273 oralig'ida bo'lsa nima bo'lar ekan? Suyuq. Nimaga? Ha? Suyuq. 47 nafasi qattiq. Bundan balandda bu holatda bo'ladi. Bu holatda bo'ladi. To'g'rimi?
Endi qaraymiz. Bizga masala shart aytilar. 0 gradusda deyilyapti. Mana 0 gradus buni oralig'idami? Raqamlar oralig'ida mana bu yerda 0 yotadi. Demak, bu qattiq bo'lar ekan. Qattiq. Keyingisi 273 gradusda. 273 da nima bo'ladi dedik? Bug'lanadi. Bug'lanadigan sharoitda nima bo'lar ekan bu? Gaz bo'ladi. Gaz. Qaysi joy? Ha degan joy bo'lar ekan. Tushundikmi? Kim tushunmadi? Agarda buni yaxshi tushungan bo'lsak, kitobchamizdagi mana shunaqadan nechta enta masala bor. Enta mustahkamlab qaynaydigan, suyuqlanadigan haroratni yozib, oralig'iga qo'yib topib ketaverasizlar bundan keyin. Tushunarlimi? Xo'sh, keyingisi endi 8-masala. Qabla endi topamiz. Ne. Xo'sh, qarayman. 4 ga ko'paytirsam nechi bo'ladi? 12 ta x'imiz bor ekan. Bu yerda 2n. 2n teng bo'lyapti 12 ga. N ning qiymati necha? 6. Demak, bittasini topib oldim. N ning qiymati unda o'chirib yozib qo'yaman. 6 desam bo'lar ekan. Keyingisi, endi qarayman. 3 ni n ga ko'paytiraman. Bu yerda y ta qiymatini topishim kerak-ku. Y-imiz reaksiyamizda o'ng tomonida 3n ta bor ekan. Chap tomonda mana k n ta bor ekan. K m. Endi mana shular teng bo'lish uchun k ni o'rniga necha qo'yaman? 3 ni qo'yaman. 3m teng bo'lyapti yana 3m. K ning qiymati nechaga teng bo'ladi? 3 ga teng bo'lgan. Bo'ldi. Endi hisob ketadi. Tushunarlimi? 8 ketdi. 9 zishlik berilyapti. Mana. Berilgan ma'lumot shunday qarash kerak. Qani qaysi formulaga qo'yaman? Hajm berdi, zishlik berdi. Zishlikni topish formulamiz bor edi. Massa taqsim hajm edi. To'g'rimi? Massa taqsim edi. Shundan massani topsam nima bo'ladi? Mana ko'paytiraman v ga. Endi bizga berilgan ma'lumotlar nima ma'lumotlar aniq? Shuni yozib chiqaman. 80 cm3. Cm3 bu nimaning o'lchov birligi? Hajmda litr, millilitr yoki nimada? Ha? Cm3 nima degani? Litr deganimi, millilitr? Metr kub bo'ladi. Xo'sh, nima bo'ladi? Metr kub litr bo'ladi. Bu millilitr bo'ladi. Santimetr kub. Aylanaylar, bir narsani esdan chiqarmanglar. Santimetr kub kelsa bu millilitr degani, detsimetr kub desa bu litr degani, yana qani? Metr kub. Metr kub desa 1000 litr degani. 1 metr kubimizga masalan bu yerda 1 metr, bu yerda 1 metr, bunaqasi 1 metr bo'lgan, ya'ni kub bo'lsa, o'shanga 1000 litr suv ketadi. Shunda eslab qo'ysalaring bo'ladi. Tushunarlimi? Endi qaraymiz. Bizga mana santimetr kub berilyapti. Bu hajm degani. Hajmimiz qancha ekan? 80 millilitr ekan. Yana nima bor? D suyuq holatdagi zichligi bor, keyin qattiq holatdagi zichligi bor. Yozib qo'yman, ikkita holat. D mana suyuq. D suyuq holatimizda zichligimiz nechaga teng ekan? 1 gram taqsim millilitr deymiz. Xo'sh, D qattiq holatimizda zichligimiz bor ekan, qanchaga teng ekan? 0.8 gram taqsim millilitrga teng bo'lar ekan. Ana endi bizga hajm bor, zichlik bor. Nima topsam bo'ladi? Massani topsak bo'ladi. Hayda, massani formulasini yozganmiz. Bizga aytilyapti 80 cm3 modda qattiq holatdan. Endi qattiq holatdagi massasini topishim kerak. Mana qattiq holatda 80 cm3 necha gram bo'ladi? Uni topa olaman. Massani topishni formulasiga qo'yaman. Zichligini mayli qattiq holatda 1 da olmayman. Qattiq holatdagi zichlikni olaman. Nechaga teng? 0.8 ga teng ekan. 0.8 ga teng ekan. Ko'paytiraman. Hajmimiz 80. 64 gram bo'lyapti. 64 gram. Qattiq holatdan suyuq holatga o'tsa, moddalarning massasi o'zgaradi? Yo'q. Bu yerda massasi o'zgarishini aytmayapti. Demak, o'zgarmaydi. Ha, o'zgarmaydi. Oldin masalan 100 gram bo'lsa, keyingi holatda ham 100 gram bo'ladi. Oldin 30 bo'lsa, keyingi holatimizda ham nima bo'ladi? 30 gram bo'ladi. Qanday o'zgaradi? O'zgarmaydi bo'lsa qancha javob beradi? Hajm so'rayapsiz sizdan. Hajm qanday o'zgaradi? Men massani aytyapman. Massasi o'zgarmaydi. Massa o'zgarmaydi. Demak, massamiz 64 gram ekan. 64 gram. 64 gram massa bo'lgan paytda endi mana suyuq holatdagi hajmni topmoqchi bo'lsak, hajmni topish formulamiz nima edi? Massa taqsim zichlik edi, ro edi. Zichlik. Massamiz 64 gram.
Bo'laman. Zishligimiz 1 ekan. Yana necha millilitr bo'lib qoladi? 64 millilitrmi? Oldin qattiq holatimizda hajm qancha edi? 80 millilitr edi. Endi suyuq holatga o'tib 64 millilitr bo'lib qoldi. Kamayish sodir bo'lyaptimi hajmda? Mana uchburchak degan bu farq degani. Qanchaga kamayish sodir bo'ldi? 80 dan 64 ga ayiraman 16 millilitrga kamayadi. Qaysi javob bo'ladi? 1 degan javob. Element oksidi. Element oksidi O3 bo'lyapti. Element oksidi O3. Endi 176 gram taqsim molga teng ekan. 176 gram taqsim mol. Buni tushunma qilaman. Mana bu element 6 valensi bo'lgandan keyin mana formula nima uchun 3 ekanini hamma bildimi? Bildingmi? 6 valentida. Ha, 6 kislorod 2 qisqarib uni tagiga tushyapti. Elementning massasi bilamanmi? Yo'q, E deb olaman. Plus 3 ta kislorod massasi necha? 48 teng ekan. 176 ga. 128 bo'lyaptimi? Ha, 128. Buni massasi temurga tegishli. Qaysi javob ekan? A javob ekan. Aylananglar. X O4 shu 2. Molar massani topishga o'rgatdik-ku, to'g'rimi? Molar massani topmoqchi bo'lsak, qaranglar. Barik massasi 137 ta. 137 ni ko'paytiraman 3 ga. Qavs kelyapti. Qo'shaman, qavs ochaman degan edim. Shu yerdan x turibdi. Qanaqa 2x? Qavsda ichida bitta x'imiz bor-ku. X plus kislorod 64. Qavs yopaman. Ko'paytiraman 2 ga. Teng bo'lyapti 689 bo'lyapti. Kimda ana shu masalasini xato qilganman. Qo'lni ko'taringlar-da. Men hozir nima uchun xato qilganligimni isbotlab beraman. Bir xillar olyapsizlar. X teng deyapsizlar-ku. Ikkitasini massasi 150 chiqargansizlar, keyin oxirida 2 ga bo'lib 75 lik qo'yasizlar. Bu 100% xatoda. Tinglamani shuni yapti degan ma'noni beradi. Endi meni shashmay qaranglar. 107 ni 3 ga ko'paytiringlar. 137 ni. 411 plus matematika qoidamiz bor, qavslarni ochish. Qavslar ichida nechili son bo'lishlar qayda hammasi bitta-bitta ko'paytiriladi. X ni 2 ga ko'paytirsam, aylanay, doskani ko'chirmasa, tushunib ol birinchi navbatda. Keyin vaqt beraman. X ni 2 ga ko'paytirsam, 2x plus 64 ni 2 ga ko'paytiraman. 128 teng bo'lyapti 689 ga. Mana bir nomni tenglaman. Bu bilan buni qo'shasizlar, buni ayirib 2 ga bo'lasizlar, necha chiqadi? 150 mi? 75. 2 ga bo'ladi. Ha, oxirida 75 chiqadi tenglama ishlaganimizda. 75 massaga ega bo'lgan element qaysi? 12. Normal sharoitda zichligi. Zichlik bor ekan, mana ro. 7,5. 12 ni to'xtatganmisiz? Ha? Ha, bo'ldi. Molar hajm. Hajmimiz aniq ekan 14 4. Nima ismat chiqaringiz? Keyin Bekjon yoki Dilshod. Ikkalarini bir xil natija ko'rsatgansizlar. Birinchi savolga istoriyasiga, ya'ni kasallik varaqasiga bir xil. Ha, bir xil. Yo sen ko'chirgansan, yo sen ko'chirgansan. Boshqadan chiqarish iloji bormi? Shu narsani olib shunday xotiradan chiqartirishni boshqadan. Menga farqi yo'q. Yo Bekjon ko'chirgan qoladi, yo sen ko'chirgan qolasan. Men ana shunday so'zlagan. 100% chiqaraman natijamga. Faqat sal adashib ketgan bo'ldi hamisha. Endi qaranglar. Massani so'rayapti bizga. Ha, massani topmoqchi bo'lsak endi zichlikni ko'paytiraman hajmga. 7,5 ni ko'paytiraman 14 ga, shunda 108 chiqar ekan. 108 massaga ega bo'lgan. Kumush bo'ladi, aylanay. 12. Ana shuni yozinglar, shunday isbotlab beriladi. Hayır. Yo'q, endi bizga molar degandan keyin birdan molar masalasiga chiqadi. Molar hajm berilyapti-ku, nima farqi bor? Mana shu testga asli javobini chiqib berganman. Bitta ko'ryapman. Bir, shtilos. Xitoydan nechta atom ko'ryapman? 4 ta. Nechta atom ko'ryapman mana endi turibdimi yo to'rtmi bu? Yo'q, bu boshqa. Mana shu n.
teng bo'lyapti, yig'indisi atomlar soni nechta bo'lyapti? 4 ta bo'lyapti ekan. Tenglamashligimiz. Endi qiymati 3 ekan. Demak, x + 3 degan formulaga ega ekan. Endi nima deyapti? Elektron. Aha, 62 ta elektron bo'lsa deyapti. X elektronlar bilamanmi? Yo'q. Yo'q, x chat olaman mana. Kichkina x chat olaman. X plus deyman. Xtorda elektroni nechiga teng? 9. 9 ni 3 ga ko'paytiraman. 27. Teng ekan, jim. 62. X ni topaman. Necha bo'ladi? 35. Demak 35. 35 tartib raqamga ega bo'lgan element qaysi? Grom. Ha? Grommikan? Ha, biroq Demak, birikmasi bormi? albatta grom 1 3 5 7 bo'ladimi? Valentligi haqiqatan 3 mi? Bo'ldi. Grom Xitoy 3 ekan. Endi ana shuni molyar massasini toping deyapti. Xitoy 19. 19 ni 3 ga ko'paytiraman. 57. 57 ga 80 ni qo'shaman. 137. Bu 1 degan javob. Ustoz vaqtman buni bitta degandaymi artish eng mumkin. Opalar, mana bunga 4 qo'ymanglar bundan keyin. Tushunarlimi? Ashur qolib ketibdi ustoz. Ayrishasida chiqib ketgan Sizdan ko'p opamizga 4 qo'yib ketgan. 208 gram ekan. Gram taqsimot. X dan 4 ta, Y-imizdan 3 ta bo'lgani 296 ekan. 296. Y elementning molyar massasini hisoblang deyilyapti. Y element. Uni uchun nima ish beradi? Qarang. Olyaptimi? Endi qaraymiz mana. X'imizni 3 ga ko'ryapman. O'zi molyar massani topishimizning o'zi formulasi bor edi, ya'ni summa. Ml degani summa nisbiy atom massadan yig'indisi degani. To'g'ri? Nechta, masalan 3 ta bo'lsa, o'sha massasini 3 ga ko'paytirib, qo'shib ikkinchi atomdan nechtaligiga qarab hisob ketaveradi. Mana bu yerda 3 ta atom bor ekan X dan. 3 ni X ga ko'paytiraman. 3x plus 2 ni Y ga ko'paytiraman. 2y teng bo'lyapti. 208 ga teng bo'lyapti. Ana endi mana bu X'imizni nechta ko'ryapman? 4 ta ko'ryapman. 4x plus 3y teng bo'lyapti 296 ga. Mana bu yuqoridagi hamma sonni 4 ga ko'paytiraman. Pastdagi hamma sonni mana 3 ga ko'paytiraman. 4 qayerdan keldi desak, mana shu yerdagi 4, pastdagi 3 qayerdan keldi desak, yuqoridagi 3. 12 bo'ladi. 12 x plus 8y teng bo'lyapti 208 da 4 ga ko'paytiramiz 832. 832. 12 x plus 3 dan 3 y ko'paytiramiz 888. 12x bilan 12x ni keltirib ketadi. Y qiymati 56. Masala sharti nima so'rayapti? Y elementning molyar massasini gramdan aniqlaydi. Bo'ldi. 56 ekan. Qaysi javob? Sir degan javob. 15. Bo'lgan 50 gram ruda analiz qilinganda 64% nima bor ekan? Mis mavjud ekanligi aniqlandi. Ruda tarkibida qancha gram xalkozin bo'lgan deyapti. Birinchi navbatda 64 gram 64% mis bo'lsa, o'sha misni massasini topib olishim kerak. Berilgan foizdan foydalanib. 50 gram ruda. Ana shu 100% bo'ladi. 64% bo'lsa qancha bo'ladi? Topamiz 32 gram. Mis 2s shu formulami? Ha. Endi shunda misdan nechta ko'ryapman? 2 ta mis ko'ryapman. 2 ta misning massasi 128. 160. Bu 160. Bu 32 gram chiqdi. Bunisi qancha bo'ladi? Buni bunga ko'paytirib bunga bo'lamiz. 40. Aha. Roda tarkibida qancha xalkozin bo'lgan? 40 bo'lyapti. Qaysi joy bo'lyapti? D. Foizda so'ramayapti, massada so'rayapti. Xo'sh, bu ham ketdi. 16 ketdi. Ana endi 17 ga qaraymiz. 800 dona magniy atomining massasini gramda hisoblang. Ana endi haqiqiy massasini so'rayapti. 800 dona. Bittasini topib ko'raylik, o'shani 800 ga ko'paytirib qo'yamiz. Qarang. Endi birinchi navbatda sizlar nimani yozishlaring kerak edi? Formula yozishlaring kerak edi. Formula. Absolut massani topish formulasi aytdim. M absolut teng bo'lyapti
Xo'sh. Malyar. Yoki AR yoki MR. AR deb qo'yaylik. AR ko'paytirilgan massa atom birligi. Ayirimiz demak magniy bo'lgandan keyin 24 bizga so'rayapti, gramda so'rayapti, kilogramda demayapti. Gramda degan uchun 1.66 10 darajasi minus 24 ga ko'paytiraman. Necha bo'ladi? Bu bitta magniy atomni massasiga chiqadi. Ko'paytiriladi. 3.984 10 darajasi 23 chiqyapti. 3.980. Aha. Endi qaraymiz. Mana bizga nimasi bitta atom kelib chiqdi, 800 tasini so'rayapti. Mana bitta atom deyman, atom massasi mana yozaman. 3.984 10 darajasi minusdan 23 chiqdimi? Minusdan 23 bo'lsa 800 ta atomimiz qancha bo'ladi? Shuni topinglar. 3.1872 10 darajasi minus 20. Ana endi buni yaxlab olyapmiz. 3.2 deyapmiz. Qancha javob? C degan javob. Tushunarlimi? Xo'sh, qaraymiz endi. Bu nechinchi masala edi? 17 edi. 18 endi 18. 3200 esa shuncha bo'lsa 3200 ta atomning massasi gram bo'lgan elementni aniqlang deyilyapti. 3200 tasini haqiqiy massasini beryapti. Uning uchun biz bittasini atomning haqiqiy massasini topa olamiz. Qaranglar, proporsiya 3200 bizimizda 2.126 10 darajasi minus 19 gram. Qo'ysangizchi, bittamizda qancha bo'ladi? Topinglar. 40 bo'ladi. M absolut teng massamiz 6.6 10 darajasi minus 23 ekan. M A bilan qiymati bor 1.66 10 darajasi minus 24 gram. Xo'sh, mana bu ham gramda kelib chiqdi. Bizdan endi mana formuladan ARni topishim kerak. Mahmudjon, mana bu formuladan men ARni topmoqchi bo'lsam nima ish bajaraman? ARni topmoqchi bo'lsak. Qaytdikmi? Birinchi 200. Aylaninglar, qaranglar. ARni topmoqchi bo'lsak, M absolutni bo'lishim kerak marga. Mar. To'g'rimi? Massasi birligiga. Endi 6.6 10 darajasi minus 23 ni bo'laman 1.66 10 darajasi minus 24 ga. Bo'linglar, necha chiqadi? 39.76. Yaqinlasalar 40 bo'ladi. 39.76 deyilyapti. Buni yaqinlab yuborsak 40. 40 atom massaga ega bo'lgani bu kalsiy B degan javob bo'ladi. Savollar. Qarang. M malyar massa berilyapti. Yopdiki haqiqatan 250 tur bo'lyapti. Gram taqsim 10 bo'lish kerak. Lekin bizga -1 deb qo'yilgan. Minus 1 degan o'zi taqsim degan ma'noni beradi. Masalan, o'zi agarda bizga 254 berib gram -1 ko'paytirilgan mol -1 desa, bu javobimiz to'g'ri bo'lar edi. Lekin bizga mana bu gramda taqsim qo'yapti-yu, yana -1 degani bu xato bo'lyapti. Endi qaraymiz. Bir javobga qaraymiz. MR malyar massasi gram taqsim bor. Esdan chiqarmanglar. Malyar massa bilan bitta narsa aytib o'tib ketaylar. M degan narsamiz bor. MR degan narsamiz bor. AR degan narsamiz bor. Buni farqiga yetishimiz kerak. Hozir ko'pchiligimiz ichimizda farqiga bormaymiz. Bittasini o'lchov birligi bor. Ikkitasini yo'q. O'lchov birligi, malyar massani o'lchov birligi bor. Gram taqsim mol. Malyar massa bilan nisbiy atom massa o'lchovsiz kattalik. Unga o'lchov bera olmaymiz. Tushundingmi? Ha. Nima deysiz? AR. Endi A degani A degani absolut massa degan ma'noni keltiryapti. Ha, C ga qaraymiz. Yodni haqiqiy massasi deyapti. Endi
127 ni U ga bo'lyapti. U degani massa atom birligimiz bor edi-ku. Mana MAB. Qayerda yozdik? MAB deb mana. MAB ni fan tilida, hozirga chiqqan fan tilimizda U deb ketamiz. Xatoda shu. Ha, endi bizga qaranglar-da. 100 haqiqiy massani topmoqchi bo'lsak, 127 ni bo'laman 1.16 degani. Yo'q, ko'paytiramiz. Bu yerda bu deyapti. Demak, bu xato ekan. Desi to'g'ri shu. D joyga qarayman. MA deyapti. Absolyut massa deyapti. Yog'ning absolyut massasi 127 ni U ga ko'paytirib deyapti. Ha, bu to'g'ri-da? To'g'ri. Ha. Endi absolyut massa mana 19 yozaylik. M absolyut massa teng bo'lyapti AM ni ko'paytirib U ga degan ma'noni beradi. U ga. Nisbiy atom massamiz yotdiki 127 bo'ldi. Shuni ko'paytiraman U ga. Masalan, U turib o'rtasida nuqtacha bo'lmasa ham biz bilamiz matematika bu ko'paytirishga degan. Tushunami? Tushungan? To'g'ri, 18 o'yinga bir shart Demak, D degan javobni olamiz. Demak, tushundingmi? Nisbiy atom massa bilan MR bilan buni o'lchov birligi yo'q. A yerda ham o'lchov birligi bo'lmaydi. Faqat molyar massani o'lchov birligi bo'ladi. Nima uchun molyar massa o'lchov birligi bor desak, bu bir molga nisbatan topiladi, qolganlari molga nisbatan topilmaydi. Kelishdik-a? Bir bor yozaman, yerimayman. Chunki men ekzamen topshiribman, to'g'rimi? Tagiga yozib qo'ygan. Isbotlang, nimaga aynan shu yechimlar bilan ko'rsating deyapti. Nimaga asosan bu yechimga ega bo'lmaydi. Absolyut massani topmoqchi bo'lsak, AR yoki MR. Mana MR yoki AR bir xil kelishi mumkin. Chunki murakkab modda bo'lib kelyapti, MR da olamiz. Ko'paytiramiz. 1.66 10 darajasi minusdan. Grammda bo'lsa -24 ga ko'paytirgan edik. Masala shartida endi milligramda toping degan. Necha ko'paytiraman? Grammda 20. Ha, -20 ko'paytiraman. -20 topinglar endi. Bizga bilamiz sumak izada 98. Demak, 98 da ko'paytiraman 1.66 10 darajasi -21 ga. Grammda berilgani uchun. Milligramda degani uchun milligram qo'yamiz. 62 olmasak. 62 18 10 darajasi necha? -19 chiqyapti. Xo'sh, endi nima so'rayapti? Hajmni toping deyapti. Mana massa kelib chiqdi. Hajmni topmoqchi bo'lsak, massa taqsim zichligi. Massamiz 1.62 18 10 darajasi -19 bo'lsa, zichligimiz berilyapti nechaga? 1.96 ga. Bo'laman 1.96 ga. Kim ana shuni yechim qilgan? 8.3 20 mi? Nimada adashyapsiz? Ha. Keyin millilitrda bu biz milligramda topdik-ku. Milligramda. Buni grammga o'tkazishimiz kerak, keyin hajmni topamiz. Demak, bu hozir 1.96 berilgan. Shunda -23 bo'ladi. Mana bunda hozir masala shartida milligramda so'ragani uchun -20 bilan ko'paytirdi. Gramda toping desa, -24 ga ko'paytiraman. Ko'paytiraylik. 98 da 1.66 10 darajasi -24 ga. Bu yerda endi chiqdi. Ikkalasi chiqdi. Mana bu qaysi joyda turibdi? B degan joyda turibdi. Ha? Darajasi Siz abla darajasida ketgan -14 chiqish kerak, bizada A bilan B 1.6 ku. Bittasi -19. Necha dona kaliy atomining hajmi santimetr kub bo'ladi deyilyapti. Necha dona? Kaliy atomi hajmi. Bizga mana hajm berilyapti. Nima ekan? 2.41 10 darajasi -21 santimetr kub ekan. Keyingisi zichlik berilyapti. D nechaga teng? 0.86 gram taqsim santimetr kub berilyapti. 1 litr deganda santimetr kub.
Xo'sh, endi shundan massani topmoqchi bo'lsak, o'sha oddiy formulamiz bor edi. To'g'rimi? Ozodbek, mana zishlik bilan qatnashganlar sen ketish paytiga yodlagan eding. Esingdami? Meni esimga tushdi. Gapirding, massani topmoqchi bo'lsak, v ni ko'paytiramiz zishlikka. V emas 2,41 darajasi minus 21. Shuni ko'paytiraman 0,86 ga. 2,0 86 10 darajasi minus 21 chiqayapti, gram bo'lyapti, bu haqiqiy massasi kelib chiqyapti. Endi bunga nisbiy atom massani topmoqchi bo'lsak, formulamizni qo'yamiz. AL tengili M absolut massani bo'laman U ga. U nima edi? Mahmudjon? Ha, uni qiymati 2,086 10 darajasi minusdan 21 ni bo'laman. Endi 1,66 10 darajasi minusdan 24 gramga. Chunki gramda berildi qiymatimiz. Bo'linglar, necha chiqadi? 249 bo'lyapti. Chiqqan ekan. Masalan, kali deyman, mana bu yerda x ta atom turibdi. 39 x ga ko'paytirsa 39 x bo'ladi. Ana shuni massasi nechaga teng ekan? 1249. Shundan x ni topinglar, bu javob chiqadi. 43 chiqadi. 32 mi? Bo'ldi, 32. Qancha bo'lyapti? 2 molni ko'paytiraman. Metanning molyar massasi mana metan necha? 16 ko'paytirsak necha bo'ladi? 32 bo'ladi. Qaysi javob? A, B, C degan javob bo'ladi ekan. Mana shunday qilib yozganman. Mana metanni qo'yib mana nima chiqadi. qani formula? So'z faqat formulaga Birinchi javob bo'ladi. Sizga urushga keldikmi? 23. Buni ishlayga boradi. Sizni tishni to'g'rishlagan formula yo'q degansiz. Nima qilay? Bilmayman. Nima qilay? To'g'riga usul. Ishlatish usuli to'g'ri-ku. Qanaqa javob chiqaryapsiz, isbotlab beryapman-ku. Ko'pa to'g'ri yasang. Bo'ldi, siz oling to'g'riga nimaga? O'sha narsa bo'ldi, o'zi. O'zi shu bo'ldi deb qo'ying, bo'ldi. Meni aralashtirib o'tasiz. Aytsangiz ham narsa. Albatta. 23. Nasıl yapmasın? Ana. Endi qaraymiz. Endi leti deganda ayat qo'ysak ham bo'ladi. Aha. 12 ni ko'paytiraman, leti massasi 7, 84. Shundan deyapti. 8 marta og'ir bo'lgani uchun 84 ni ko'paytiramiz 8 ga 672 gram bo'ldi bu kadmiy. Aha, endi miqdor topaman. Miqdor topmoqchi bo'lsak, massa taqsim m edimi? M edi. Hayır. Endi 672 ni bo'lamiz. Kadmiy massasi 112. 6 mol bo'ldi. Dastlabkimiz necha mol edi? 12 mol edi. 12 dan ayiramiz 6 ni. 6 molga farq qilar ekan. Dugonalar, jo'ralar. Mana to'g'ri formulani. Is gazi qanday massa egallaydi? Qaranglar. Modda miqdori topmoqchi bo'lsak, ikkinchi yana formulamiz bor. Qanchimizda 896 ni bo'lishimiz kerak edi 22 ga 4 ga. Shunda 0,4 chiqyapti, mol bo'lyapti. Endi bizdan massani so'rayapti. Massani topmoqchi bo'lsak, m ko'paytirilgan m edi. 0,4 ni ko'paytiraman. Mana massasi gazi 28 ga. 14 bo'lmaydi, 12 bo'lyapti. To'g'ri, mana bunday ushlab to'g'ri. Ustoz, agar xatomizga qarab ishlashga ustoz. Qarang, mana shu xatomizga qarab ishlashing, mana siz qilgan narsangiz. Hech bo'lsa ximiya tilida yo'q, bunday 2 nuqta qo'yib qo'yma, bu yozib. Lekin mana bu yerda men yozdim. Massani topmoqchi bo'lsak, modda bo'ldi, shunday bor, o'tir. Bechalarni yeb qo'ydingiz. Umidini sindirdik-a? 7 dan 8 ta olmagan. Siz shunday qilasiz.
Ikkinchisini ham xuddi shunday qilasizlar. 138 chiqar. Mayli masalan topmoqchi bo'lsak, massa tarsi miqdori shunga qo'ydik mana. Xo'sh, ikkinchisi 39.2 ni 6.3 ga bo'lsak 132. 6 ni bo'lyapmiz 0.3 ga. 138. 132. Demak 132 degani x2 y dan 4 ta bor degani. Mana bu 104 degani x da y-imizdan 4 ta bor degani. Endi hisoblayman. X plus 4 ta y teng bo'lyapti 104 bo'lyapti. 2x plus 4y teng bo'lyapti 132. Mana 4 yig'li aniq ekan. Oson joy keldi bizga. Ha? Ha, bo'ldi, hozir chiqaman. Chiqadigan qildirib olay. Mana bu qisqarib ketdi. Aynan x teng bo'lyapti. 132 dan 4 ta yasak 28 o'zi. X ning qiymati 28 ekan. Endi y ni topishim kerak. Y shunday bo'lsangiz bo'ladi. Siz 76 chiqardi. Y-imiz. 104 dan 28 dayam. Necha? 104 dan 28 aylaylar. 76 76. Endi bizga aytilyapti. X3 y4 ni birikmaning molar massasini toping deyilyapti. X3 y-imizdan 4 ta. X ta massasi chiqdi 28. Ko'paytiraman 3 ga. Plus y-imizdan 4 ta bor ekan. 4 ni ko'paytiraman y ning qiymati 76. Hisoblaymiz. Ha? 160 mi? 160. Qaysi javob bo'lyapti? D degan javob bo'lyapti. O'zi shu ishlamayman, men ishlamayman. Balberingiz shu. Bu ham hamon doğrusu. 300 da 182. Atom massasi. Qaranglar. Magniy sulfat yozaman. 10 ta suv. 300 Ana shunda nechta atom bor? 36 ta. Mana bu yerda 36 ta atom deyman. Masala shartida 7.2 ta atom berilyapti. Mana buni molar massasi necha? 300 chiqdimi? 300 bo'lsa bunimiz qancha bo'ladi? Bunimiz 60 bo'ladi. 60 mi? Ha, 60. 60. Qaysi javob? Ko'rdingiz, men bilaman. Sizlar degan javob ekan. 20 ta bor. Karbonat bo'ladi 5 molar aralashma shuncha. Mana qaranglar. Metan va karbonat angidriddan iborat 5 mol aralashma berilyapti. Mana bu 5 mol ekan. Buni x mol deyman, buni y mol deyman. X plus y teng 5 mol. Endi massa berilyapti, aralashmani massasi. 16 ni x ga ko'paytirsa 16 qayerdan keladi? Javohir, ayt. Ha. Karbonat molar massasi 44 y teng bo'lyapti 164 ga. Endi masala oxirida metanning miqdorini toping deyilyapti. Shunda topasizlar. X'imiz 3 chiqadi, 5 ta. X 3 chiqmaydi, 2 chiqadi. Ha, shuna tenglamani ishlaysizlar. X ning qiymati 2 chiqadi. Bizga metan degan uchun 2 degan javob bo'ladi. 1 degan javob. Ana shu 3 olib ketganda siz bunaqa o'rtachasini topishgan. To'g'ri. Endi qaranglar, 28. 28-masala mana bu magniy sulfatdagi qaysidir 10 degan nima tushib qolganda. Shuning uchun ham sizlar o'zlaringiz bilasizlar. Aniq qanday ishlanishini, to'shni. Shuning uchun bunday yozish kerak edi. Donajon, molar massani topmoqchi bo'lsak, massa taqsim modda miqdori. Massamiz 68 edi. Shuni bo'laman 0.2 ga. 340. Javoblar ichida 340 molar massali yo'q. Shuning uchun to'g'ri javob yo'q. Men ana shu yozganlarga mana o'ylab ketardim. Mana quyidagi berilgan moddalar mol nisbati qaysi joyda to'g'ri ko'rsatilgan deyilyapti. Mol. Birinchisini molda topaman. Molda topmoqchi bo'lsak, massa taqsim molar massa degan joyimiz bor edi. Massamiz 11.5 bo'laman. Molar massamiz MO2 ni 46 edimi? 0.25 mol bo'ldi. Endi ikkinchi shartni bajaramiz. Ikkinchi shart 0.8 mol kislorod bo'lgan karbonhidrat. 1 mol karbonat angidridda 2 ta kislorod atomi bor. Masala shartida aytilyapti 0.8 mol kislorod atomi deyilyapti. Men tepasiga qo'yaman 0.8 deyman. Bu 2 ekan. Bu 1 mol bo'lsa, bunimiz qancha bo'ladi? 0.4 mol bo'lyapti. Men bu yerga yozib qo'yaman 0.4 mol deyman. Uchinchi shartni bajaramiz. Ta
vodor molekulasi deyilyapti. 2,908 darajasi 23 ni bo'laman 6,02 10 darajasi 23 ga necha bo'ladi? Ha? 0,4 bo'lyapti. Demak 3 bilan 2 ning qiymati teng. Bir ularda kichkina 0,25. Qaysi joyga to'g'ri keladi? D degan javobga to'g'ri kelar ekan. Massani to'g'ramiz. Massani topmoqchi bo'lsak, P ko'paytirilgan hajm. Mana shu narsani yozmagan uchun xato qilamiz. 12 ni ko'paytiramiz 20 ga 254 ta to'rt. Endi shunda halabi atomlar soni kelib chiqadi. 106 ga bo'lamiz. Ha deb qo'y, atomlar soni kelib chiqadi-da. 254 ni bo'lamiz, halabi 106 edi. 2,4. Endi qaraymiz. Bir molimiz tarkibida nechta palladi ko'ryapman? Ha? 8 ta ko'ryapman. 2,4imizda qancha bo'lar edi? 3. Ha? 0,3. Endi atomlar sonini topmoqchi bo'lsak, avvalida sonni ko'paytiramiz. Har qanday bir mol moddani 6,02 10 darajasi 23 ta atom egallasa, 0,3imiz qancha bo'lar edi? Zarracha desa. 18 butun 10 darajasi 22 degan javob bo'ladi. Qaysi javob? Qizlardir ana shu javob chiqargan, lekin ishlanish usuli xato bo'lgani uchun men to'g'riga olmadim.